Qanday qilay deysiz? Dadam bu ishlarni boshqalarni bilib qilish faqat xohlamaydi. Shu sababdan hozircha doktorga kelish unimadi. Faqat siz nima yordam qila olasiz? Men dadam uchun hech chiqib bermasam, bir umr vicdan azobi tatib qoldik. Tushundim. Doktorxonaning yetish ishlarini men o'zim bir taraf qilaman. Siz darhol berib dadingizni yataqda tutib davolashga ko'ndiring. Bo'lamdi. Bu maxfiyatlikni biz sir qilib saqlaymiz. Rahmat sizga. Ha, 4 qop. Qancha pul bo'ldi? 4 qop 60 euro. Rahmat, tavır qilib. Gel kelasiz, ha? Ma'qul. Voy. Yüzümde prenses bağım geldi da. Yo'q. Hech nima yo'q. Shu qarsam bek qarab ketdan bayan miyaqi. Qaysar. Bu sen tez tomoqxonadagi shuncha muhim xizmatni tuyuqsiz tashib etib bu do'konga yenib kelding. Men hayron qoldim. Nima ish shunday qilding? Ha. Dadamga chandırıp koyma. Cuma. Qaysar. Ha? Vay can dada. Sana ne çıkartın benim o? Bu benim arzuyum da. Nimanda? Xalit sol soraysa. Xalit sualda. Bu sana ishonmaganligim emas. Biroz sen bu do'konga kelgandan boshlab diqqat qilib qoldim qara. Ha Parvar. Oy, unutib ketibdimi? Mana hozirla chiqaman. Hozirla uy kiray, ha? Unutib ketganimni. Ha, bo'pti. Men ishimga beraverayim sen. Birash bo'lmaganda dada. Yo'q. Hech qanday ish yo'q. Ey bolam. Jasur akang sana bir gap qilmadimi? Yo'q. O hech qanday gap qilmadi aka menga. Bugun sen nim bo'ldi da? Bek g'ayib to'qabsan qo'y. Ay, ishim bo'lmadi. Rasma? Ras hech qanday gap qilmadimi? Voy rost, hech qanday gap qilmadi. Ha, bo'ldi. Sen bu Men ishimni qilaveray. Ma'qul. ma'qul dada. Xo'sh. O'ylabman. Aka, köyünün dazmal sepet çıktım. Mani kiyibapti men qara. Bo'pti. Rastlam qudlağın görüşkeli baramsan? Ha, ular shunda da'vosi bormisam bo'lmaydi-da. Aka, Cesur'un to'yligidek ish yo'qqanmisin jumu, o'zingga toz ishon, ha? Xotirjam bo'l, ish yuz bermaydi. Endi o'zimga ishonmasam bo'lmaydi degan. Shu. Dada. Direktor geldi. Kulak direktorma? Oy, qanday yaxshimi? Yaxshimi bolam. Oy, bu. Keldingiz mi? Bu vaqt kelib qolibsiz-ku, direktor. Aldım aldım kelgan. Po'lat, men hozir tayyor bo'laman. Sen saqlab turing, ha? Aldım. Aka, toza qo'shib olgansan, ha? Bir piyola choy chiqay. Rahmat bo'ldi. Oy, bu yerda biz quruq o'tiramizmi? Oy, bolam. Bu yo'q.
Aka, Baldır'la qaytib ketsen bu görüş buldun mu? Dada. Dada. Ama nima oldu? Bilmedim. Bir ay. Bu ahvalni men ko'rishga berishdan burun menga deyishingiz kerak emasmi? O'zinglar chiroyli kelish bo'lib, meni uyaga bog'nimning nima ahamiyati? O'zinglar deyish bo'lsa qanday qilsanglar qilinglar. Dada, o'zing qo'shilganding bu. Men qo'shildim, lekin sizni bir oy ichida to'y qil dedim-mi? To'yning ishini shundoq oddiy o'ylamsiz bola. Tapaqma. Nima sababdan bir oy ichida to'y qilma deb turib olasiz? Tuyuqsiz to'y qilma degan vaqtingizda hayron qolgandim. Oy, balam. Deyimizmi bir ay işi to'y qilmansang bek oldirab qolamiz. Biz shunda deyishib ketganmiz. Zaten nemishqa bir oy ichida to'y qilma deb turib olasiz danga. Sababini demisangiz, to'yingizga qo'shilmayman, juma. Voy dada. Dada. Ha. Opa, xislat neymişki bunchola aldirab to'y qilgandu? Cho'qqin bir gap bor. Bo'lmas bundaq aldirab ketmaydi. Tek tönögülü pulatni tinglab yurgan tursa. Zaten yemiş bo'lganda mening kallamdan faqat o'tmayapti. Tuyuqsizlam to'y qilman deb. Nemişdi bu zade? Nima? Hadam rostli bir oyga to'y qo'ydim ekan. Xislat acham o'z shundoq dedi. Gapi bekli keskin. Nima? Lidermi shunda dedim ha? Undaqda bizni o'ytirib keling ha. Yuztiran turib paranchaylik. Bu nimaga murakkabsizib ketadigan bu ishlar? Kram. Hadi. Sen tuyuqsiz bir oycha to'yni qilib yotmoqchi bo'lsan bu. Sen mi aldın ama? Ha, Bernard'dan aldım. Hadi. Sen tezroq kutib qoldingmi qandaq? Bundaq qilsang dadam gangarab qoldi. Biz aldırmay dadamni qoyil qilmasak, bu texmi gumonlanib qolmamdi. Jira, sir chiqib paranchaylik. Bayağı sürmem abi. Ma mushuk mu? Qaysar, Acha. jira. Nega? Deyishgan gap bor. Rana siz do'kon qarab turing. Ha? Jira. Ne yapacak? Rana, al aşıktan var mı? Meni aldirab to'y qilishim hammasi dadam uchun. Dadamning ahvoli kundan kunga og'irlashib ketadi. To'yimni o'zim ko'rsin dedim. Xislat bilan biz shundoq deyishdik. Onun üstüge dadam yakını yakı. Bekle gani top kaldı yakı. Qaysi kun səhərdə özü üçün naqş etib sürüydü. Bəzi turupdan qoşulub ketdi, bəzi turupdan çəkilib qaldı. Yaqında yoq dadamning salomatligi yaxshi emas ekan. Chechilib qolgan ahvollar bo'lib turdi. Jasur. Dadamni doktorxonaga yotqizib davolasak bo'ladi deyapkan. Degan to'g'ri edi. Hozir bu gapni dadam bilan uch qashqar deyishadigan faqat menni bor. Men bir amal qilib, dadamni doktorxonaga yetib davolanishga besim qilay. Shunda qilsam pek yaxshi bo'ladi.
Adamın salomatligini yaxshi vaqtida to'ylarni qilyotsak ekan. Shunday qildi fikr. Qonun qanun qoyil qil. Bu to'yni vaqtida qildik. Dada, Kela. kele. Buni ko'rib baqadi. Nima bu? Bu seni tekshirishdiki, seni davolashdiki eng og'ir plan. Bundan foydasi yetamdi yetmadi bilmayman. Lekin men voz kechmayman. Bo'ldilar buni. Dada, hadamsining qo'lyog'liqindagi qonni ko'rib meni izlab kelibdi. Sen hadan gididingmi? Yo'q, men demadim. Sen badnondagi o'zgarishni deb bergin, bo'lamdi. Hadan rost demadingmi? Men demadim dada, xotirjam bo'l. Lekin sen davolashni rad qilsang, mening boshqa amolim yo'q. Men hozir chiqibman madamga deyman. Agar sen davolashni qabul qilsang, mush haftadan boshlab davolashni boshlaylik. Bo'lamdi? Dada. Oy, aka geldin lan. Ha. Oy, oy, maçsa bak. Oy. Dada, aklınga üçü vağının nime var? Ya bu tekshirish doklati yo'q. Va bizning doktorxonadan cho'ng yoshliklarni tekshirish doklati. Ha. Men chiqaveray. Sizlar ishni taqab chiqasizlar. Dada, avaylapma. Qanday oldu aka? Dadam davolashni qabul qiladi ke? Dadam ishkilinib qolyapti do'ka. Bu gapinglarni buzib, men bolda kirib olishmamdi. Yo'q. Dadam davolashni rad qilay deb turgan sen kirding. Dadam ularning to'yi qo'shilmayman desa, siz achamtirab turma deysiz. Bu qarab turib dadam qarshi chiqqanlikda. Men dadam deyman, Jumo. Dadamga nima deysiz, nima? Bu dadam qarshi chiqaliq emas. Dadam hozir bunday gaplarni desangiz bo'lmaydi. Aram elishga muhtoj. Nimishqa? Dadam bir ish bo'ldimi? Dadam zat nima bo'ldi? Dadam kasal bo'lib qoldimi? Bo'sh gap qilma. Hech yo'q. Agar dadam biraz kasal bo'lib qolsa, davolasak bo'ldi. Men uydagilarga telefon qilay. Ular yerda qolib qo'ysin. Bo'ldi. Telefon nima qilsiz? Havokash bilan avvar qilmaydi. Siz mendan bir ishni yoshiryapsiz, ha? Yo'q. Rost gap qilma. Nasıl ayolingiz? Rost ish yo'q. Rost etish yo'q. Rasman? Ams bu nima? Nima qilib dadamning kundalik ahvolini xotirlabmasiz?
Cesur. Sen nima ish oldi manga tag'in? Men bu uyning bir a'zosiman. Men ishini nima ish bo'lishidan qat'iy nazar men qilishing'iz bo'lma. Cesur. Jacques. Uyg'ondim. Men dadam cho'qim bir ish bo'lmanga deb gumon qildim. Dadam texim ko'ngil bo'libdi. Dadamni oldida hadamdan Po'latni gapini chiqardi. Dadamning kasallik bo'lganini kim bildi? Ben de bilmiyorum. Nima qilmoq bo'ldir demaysiz Cesur. Dadam boshqalarni bilib qo'ysa qolmaydi. Shu hozirgacha doktorga bog'lanmadi. Sizning o'yliklarni olchan deb. Hayat tutken bergeymi Gözüm tolgan bilen yaşa Gözüm tolgan bilen yaşa Gelip kelgen
aymi ketkenler işin urgan bilen taşka işin urgan bilen Sağımı şunda köyünü diken bu bala. Vakti toyunu kısa mı bu? Açığın yanmak he. Yakay aka. Hazır çıkıp oturtunuz mu? Tam hakkında gel. Ben ölep kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay canım bu ne dada? Öyle bir anlaşmayı ne bulmuşlar? Oturun bu mısa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda kışımı sıksa. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca. hayat başka yaşaş başka nime demeydi her Beraber çağıracak. Pardon. Kabuk yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş bir elden? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Doyum akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam bu. Oğlu mu yıkılamdı? Agar bu uy sotsanglar, men uyga chiqdiman. Ko'kamlar o'ldiras bizga yuramsa? Dadanın aldı bir xalq pul taşlap versenler ama yani şu sokmak deb yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz acaba? Abba! gözüm doymaz gönül kanmaz bana arman yürük dünya bana arman yürük dünya bana arman yürük dünya ömür damam yetkeyimiz yükselen yaşaşma yükselen yaşaşma ömür damam yetkeyimiz yükselen yaşaşma inaklık gevheri kaldı kız bağımı asraşka inaklık gevheri kaldı şit kız bağırma asraşka yandaş bağırma asraşka minnettar bol körgen her bir günündün rencişler dilimdin kapalmasın cay çilger gülnün tikini birge güzel bu yüzüde dal bulsun o ay çilger gülnün tikini birge güzel dur yüzüne dal bulsun o ay kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve mamut her türlü memnunluk bulsun barışıge hiç kimge itibar kılmagan hayat kısmetler hemmige okşaşla qiyin hech kimga itibar qilma
kılmagan hayat Kanaat baxittur, baxit kanaat Esindin ketmisin şu oddiy savat Mertler hemmigen o'xshashda keyin o'zgarmas haqiqat hayot va mamot qalbimda mamnunlik bo'lsin barchaga hech kimga e'tibor qilmagan hayot qismatlar hammiga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxittur baxit qanoat esimdan ketmasin shu oddiy sabab esimdan ketmasin şu oddiy sabah